Markabda sotuvda Kia Bongo 3 oldi ko'rinishi, yondan ko'rinishi, orqa ko'rinishi, salonning oldi qismi, oldi konsol. Kia Bongo 3 mashinamizni. Bu mashina e'tibor berasizlar, faqatgina propandan harakat qiladi, benzin yo'q, 83 talik propan baki bor. Mashinaning kraskalari absolyutno toza, hech qayerda hech qanaqa pitno yoki kraska joylari yo'q. Faqatgina mana mash qismida ko'rib turgan joylarda metina chiqarilgan va oldida mana mash detalda, mana mashtada kichkinagina metina chiqarilgan. Bortning razmeri 285 ga 163. Bu 83 talik propanimiz. Undan tashqari texpasportda teniga ruxsatnoma ham bor. Obshibki holatlarda ham juda yaxshi holatda turibdi. Ko'rib turganingiz podiyomniklari ham elektronniy. Keyin Bongoni changalladan salon qismlari ancha keng, undan tashqari ko'p qulayliklari ham bor. Multimediyaning rul, undan tashqari rul abagrev, sidinalar ham abagrev, bakovoylar ham abagrevi bor. Kia Bongo 3 kishilik hisoblanadi, ya'ni oldida 3 kishi o'tirib ketsa bo'ladi. Maytafonlari ham bor, zavodskoy registratorlari bor. Oldi dizayniga alohida e'tibor qilasiz, mana konteynerlar joylashuvi chiroyli joylashgan ekan. Rul abagrevi, sidinaning abagrevi, mana bunisi bakovoylarning abagrevi. Bu Kia Bongo'mizga e'tibor qilasizlar, koreyskiy sborkasi, Samarqand sborka emas bu, chista Koreyadan olib keltirilgan. Mana bu yerda narsalarni solib qo'yishga отдельно qo'shimcha yashikchasi ham bor. Zavod 1 tonna bergan, 1 tonna ko'tarishga chidgan, lekin o'zbekchiligimizga boramiz, baribir 1 tonna qilib ishlatmaymiz. 1,5-2 tonnagacha bemalol haydab yuraman deyaptilar. Mashina 1,5-2 tonnani ham hech qanaqa qiyinchiliksiz ko'tarib yura oladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 27,000 kilometrni bosib o'tgan. Koreyada sborka bo'lib, to'g'ri Koreyadan kirib kelgan, o'zbeklar maza qilib haydasin deb Koreyaga jo'natib yuborgan bu mashinamizning tan narxini siz markabdan kelib $24,000, boshlanish to'lovini esa 50% bilan xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Markab har doim sizlar bilan.